O'tira qol. Yaxshi, uyga eltib qo'ying iltimos. Katta rahmat. Salom, taksi haydovchisiman. Dugonangizni uyga eltib qo'ydim. Hech qanaqa dugonam emas u. Shunchaki amaliyotchi. Uzr, kartochkangiz ishlamas ekan. Ushla. Qoyir. Bunaqasi haqida ko'p eshitgandim-u, lekin sira ko'rmagandim. Mana endi ko'rding. Albatta. Xizmat haqqingni oldi. Keta qol. Choy chaqani ham unutma. Qanday yetib olganini so'ramaysizmi? Qanday yetib oldi? Hozir uyda emas, kasalxonaga yotqizib kelyapman. Oshqozonini yuvishyapti. Ismi nima edi? Bilmaysiz, to'g'rimi? Mayli. Odatda insonlarga xatosini tuzatish uchun imkon beraman, ammo bugun emas. Bechoraning ustidan kulib olgan barcha video va suratlarni beringlar. Aniqrog'i, telefonlarni. Shu ishni bekor qilding, qariya. Yig'lama, telefonni ber. Politsiyaga qo'ng'iroq qil. Borini ro'yi rost aytib ber. Bu safar otangni pullari seni qutqara olmaydi. 5 ta yulduz qo'yib berasan, xo'pmi? Kimga edi? Emiga. Balandroq. Emiga.